O'pkalarida suv yig'ib, gidrotoksilar bilan oyoqlari ishib, qorinlari ishib kelganlar. Assalomu alaykum barchaga. Mana bugun bemorimiz Mustaqoyev Usmonqul aka 65 yoshdalar. Bu bemorimizga 30-may kuni aortal klapanni almashtirish va bitta yengil yurakka tomirlash, mamar koronarni shuntirovание deydi. Shunaqa operatsiya bajarganmiz. Operatsiyadan oldin kelganlarida yuraklarning quvvati 25% bo'lgan, fraksiya vibratsiya deydi. Yuraklarning hajmi конечно, для солистский объем КДО deyiladi. КДОlari 250 bo'lgan ekan. O'pkalarida suv yig'ib, gidrotoksilar bilan oyoqlari ishib, qorinlari ishib kelganlar. Bu bemorimizni davolab, keyin operatsiyaga olganmiz. Operatsiyada o'sha klapan almashtirib, operatsiyadan keyin reanimatsiyada biroz qiyinchiliklar bo'lib, keyin bo'limga tushganlar. Mana hozir bemorimizni may oyidan beri davolab kelyapmiz. Hozirgi kunda yurakning quvvati 58% ga, fraksiya vibratsiya 58% ga ko'tarilgan va yuragimizni hajmi 160 КДО deydi, hajmi 160 ml ga tushgan. Ahvollaringiz qanaqa hozir? Yaxshimisiz? Hozir yaxshi. Qanaqa his qilyapsiz? Operatsiyadan oldin qanaqa his qilardingiz? Hozir qanaqa his qilyapsiz? Oldin operatsiyadan oldin o'zimni og'ir his qilardim, tez charchab qolardim. Hozir qanaqa? Yaxshimi? Hansirashtirmaymi? Yaxshi. Yaxshi, salomat bo'ling. Kasal bo'lmang boshqa.